Studiyamiz mehmoni Gaz qani tashkilot rahbari. Bu yilgi qishki mavsumga mas'ul sifatida aytingchi, nima bo'lyapti? Endi har yili gapiramiz, shartmagan yana qayta-qayta aytish. Charchadida odam. Mayli, yana aytaman. Kunlar sovib ketdi, davlina tushdi. Bunga qanaqadir yechim bormi? Bor. Nima? Kunlar isishi. Kunlarni isitaylik, muammo bo'lmaydi bunaqa. Har yili qish keladi. Kunlar sovishi tabiiy. Nimaga tayyorgarlik ko'rmaysiz? Endi har xil sovuq bo'ladi-da. Ha? Misol o'tgan yili anomal sovuq edi. Bu gal global sovuq. Sovuq bu, kunlarni isitaylik, muammo yo'q. Bular mansabga kelishdan oldin to'poy bo'larmikan yo mansabda egibmi? Uyda gaz bo'lgani uchun rahmat, lekin soatlab men bitta kutib o'tirganim uchun la'nat. Iye. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ana qissa o'chirit edi-da. Ha, o'chirit. Sizdan oldin shuncha odam